Surxondaryoda tovlamachilikka qarshi o'tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchi ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Termiz shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Fuqaroning arizasiga ko'ra muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169, 273 va 276 moddalari bilan sudlangan. 1972 yilda tug'ilgan erkak 1988 yilda tug'ilgan ayolga tegishli behayo foto va videolarni internet tarmog'ida tarqatish bilan qo'rqitib, tovlamachilik yo'li bilan 30 million so'm miqdorida pul undirishni ko'zlab tahdid qilgan. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan puldan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pulni Termiz shahridagi avtoturargohlarning birida olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ushbu tovlamachi shaxs yonidan telefon apparati g'ilofida 0,12 gram gashish giyohvandlik moddasi ham aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan tovlamachi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi 2-qismi A bandi bilan 276 moddasi 1-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Hurmatli fuqarolar, shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq holatlarda doimo ehtiyotkor bo'ling. Tovlamachilik holatlariga duch kelsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qiling.